bizda strategiyamiz yo'q edi biznes bo'yicha, keyin tizimimiz yo'q edi. Oldin biznesni boshlaganimda, biznesda shug'ullanayotganimda bizda strategiyamiz yo'q edi biznes bo'yicha, keyin tizimimiz yo'q edi. Mana hozir biz strategiya qilishni o'rgandik, biznesni tizimlashtirishni o'rgandik. Har bir xodimlarni vazifalarini aniq yozib, ularga tushuntirdik. Mana hozir marketologlar bizda ishlayapti. O'zimga mana yordamchi olganman, haydovchi olganman, ish boshqaruvchi oldim. Bular hozir hammasi ishni 1 yillik biz strategiyasini tuzganmiz, oylarga tuzganmiz, haftalarga bo'lib chiqqanmiz. Hozir mana aniqlik bo'lgan, tizimlashtirganmiz va xodimlardan ham men aniq o'sha vazifalar bo'yicha ishlarni so'rayman. Xodimlarga ham aniq bo'lyapti va mana tezda qo'yilgan masalalarni tez bajarishga erishyapmiz. Akademiyaga kelib ancha bilmagan narsalarimizni o'rgandim. Boshqalarga ham tavsiya qilaman.